Juda ko'p odamlar o'ylashi mumkin baxt bu pul yoki yana nima desa bo'ladi. Pul, haqiqiy do'stlik, haqiqiy sevgini topish, odam o'zini topishi. Lekin hamma uchun baxt har xil narsa. Masalan, siz uchun hozir sizda pulingiz yo'q bo'lgan vaqtda siz uchun baxt faqatgina puldan iborat deb o'ylaysiz. Lekin o'sha pulni topgan paytingiz, o'sha o'zingizga kerak bo'lgan narsani olgan paytingiz tushunib yetasizki, baxt u narsa emas. Baxt faqatgina o'sha paytning o'zi. Masalan, hozir IELTSga o'qib tayyorgarlik ko'rib yuribsiz, IELTS o'qiyapsiz, qiynalib o'qiyapsiz. Lekin kimdir 8,5 olgan taqdirida ham xursand bo'lmayapti. Chunki u 2 marta yoki 3 marta IELTSdan 8,5 olgan, uni maqsadi 9. U qachonki 9 olgan vaqtida o'zini baxtli his qilishi mumkin. Baxt faqatgina o'sha ayni paytda bo'lgan ozgina narsa. Masalan, o'zingiz qiynalib turib yetishgan narsangiz siz uchun faqatgina baxt hisoblanadi. Psixologiyada shunaqa narsa borki, odamdan sen uchun baxt nima deb so'raysiz. Agar u baxtni nima aytsa, masalan, mendan baxt nima deb so'rasa, men pul deb aytsam, meni hozir pulim kamligidan dalolat bo'ladi.